Mamlakatimizda so'nggi yillarda xalq deputatlari mahalliy kengashlarning hududlarni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish hamda aholini ijtimoiy himoya qilishga doir dolzarb masalalarni hal qilish bo'yicha vakolatlari kengaytirilib kelinmoqda. Bunga misol tariqasida muhtaram prezidentimiz tomonidan 2024-yil 2-fevral kuni qabul qilingan 28-sonli farmonni ko'rsatishimiz mumkin. Shu o'rinda 2024-yilning 18, 19, 20 noyabr kunlari O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlis Qonunchilik palatasi va Senati yig'ilishida muhtaram prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyev ishtirok qildi va deputatlarimizning hamda mahalliy kengashlarning faoliyatini yanada takomillashtirish bo'yicha taklif va tashabbuslarni ilgari surdilar. Yuqoridagilarni inobatga olgan holda xalq deputatlari Hazorasp tuman kengashidagi 25 nafar deputatimiz O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi, xalq deputatlari viloyat, tuman, shahar kengashi deputatlik maqomi to'g'risidagi qonun, mahalliy davlat hokimiyati to'g'risidagi qonun va O'zbekiston Respublikasi Senatining qarorlari asosida o'z ish faoliyatini olib bormoqdalar. Shuni alohida ta'kidlab o'tmoqchiman. Muhtaram prezidentimiz tomonidan bildirilgan taklif va tashabbuslarni his qilgan holda tuman kengashi deputatlarimiz xalq bilan ko'p uchrashlari hamda xalqning muammolarini o'rganishlari, shu bilan birgalikda shu muammolarni bartaraf qilish bo'yicha aniq mexanizmli chora-tadbirlar rejasi ishlab chiqishi va shu yuzasidan tegishli tashkilotlarga deputat so'rovi yuborishi yoki xalq deputatlari tuman kengashi sessiyasiga kun tartibiga masala qilib kiritib, muammolarni bartaraf qilish choralarini ko'rmoqdalar. Ishonamanki, tuman kengashiga saylangan 25 nafar deputatimiz kelgusi 5 yillik faoliyati davomida nafaqat tumanimiz, balki viloyatimiz va respublikamizning rivoji uchun o'z hissalarini qo'shishiga ishonaman. Ravshanbek Sodiqovich, men shu hududdan saylangan deputat sifatida bir homiylikim bor edi. Mana hamrohlik qilsangiz. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Assalomu alaykum, men yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Yaxshi o'tiribmisiz? Rahmat. Sog'lig'ingiz yaxshimi? Yaxshimisiz? Bayram bilan tabriklayman. Hayit bayramlaringiz bilan kelyaptigan. Sog'lig'ingiz yaxshimi? Muammolaringiz bor. İjtimoiy xodim bilan maslahatlashib, sizni doktorga yo'naltiramiz. Yuzingiz operasiya ettirishni nuqta havosamni halatib beramiz. Boshqa yana muammolaringiz bor, fikrlaringiz bor. Men deputatmizman, men doringiz saqir. Men Seydo Nazokat, Zixili mahallasida yashayman. Ayollar daftarına kiritib, bir yer oldin, ishi to'g'richak bilan aviatok mashinani berdilar. Hozirda tikib o'tiribman, buyurtmali. Men shu hokim yordamchisi Quronboyev Jamshid aka murojaat etdim. O'z-o'zim band etish uchun talabim ijobiy hal etilib, to'g'richak bilan aviatok berdilar. Hozirda o'z faoliyatimni yuritib o'tiribman. Daromadim yaxshi. Bizlar qo'llab-quvvatlab turgan prezidentimizga katta rahmat. Hududimizdan saylangan deputatimiz Atanazar va Manzura opam xabarimni olib turadilar. Bugun meni Hayit bayrami bilan tabriklamakka keldilar. Hozir men zarur bo'lgan 3 stolini so'radim. Bu talabim ham ijobiy hal bo'lishini va'da berdilar. Manzura opam katta rahmat.